Mana shu videoda qancha ko'tarsak, ana shu ko'targan hamma summamizni Telegram kanalimda oranglarda o'ynab boraman, konkurs qilib boraman. Hammaga salom do'stlar. Kanalga xush kelibsizlar. Bugungi videoda men sizlarga qanaqa qilib Mavinda registratsiya qilishni o'rgataman. Значит, qanaqa qilib qilinadi? Значит, birinchi o'chir Mavin APK versiyasini skачать qilamiz. APK versiya Android uchun meni Telegram kanalimda bor. Telegram kanal bu videoning описаниясida kirib bemalol skачать qilsanglar bo'ladi. Qanaqa qilib registratsiya bo'ladi? Registratsiya tugmasini bosib, bizda bu yoqda valyutamizni tanlaymiz. Xohlasanglar o'zbek so'm, xohlasanglar значит, dollar, rubl xohlagan valyutalarni tanlaysizlar. Uni qizig'i yo'q, kimga qanday udobniy. Dalcha bu yoqda biz telefon nomerimizni kiritamiz. Telefon nomerimizni kiritish uchun biz O'zbekistonni tanlaymiz. Значит, O'zbekiston, Tojikiston, Uganda, Ukraina, mana O'zbekistonni tanlab, mana bu yerga telefon nomerimizni yozamiz. Telefon nomerni yozamiz, lekin eng muhim joyi nimadaki, telefon nomeri emas, email pochta. Email pochtani kiritsanglar bizda nima bo'ladi? Email pochtamizga har xil kodlar boradi, tasdiqlovchi kodlar, o'sha eng kerakli kodlar emailga boradi, telefon nomerimizga emas. Pochtani terib, muhim joyi Gmail pochta, email emas. Bu международный bo'lganligi uchun Gmail pochta ko'proq o'tadi. Parol. Parolda ham muhim joyi nimadaki, birinchi harfi katta harfda yoziladi. Qolganlarini kichkinada yozib, deylik son, oxirida bitta simvol, qanaqadir belgicha qo'yib yuborishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun so'roq belgisi yoki-da undoq belgisi, yoki-da rubl, yoki-da manba, yoki-da manba. Qaysi birini bo'lsa ham oxiriga bitta qo'yib yuborishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda добавить promokod degan joyi bo'ladi. Promokodga use magnat bossak, обязательно bizga o'sha nima bo'ladi? 500% gacha bonus beradi. Bu degani, deylik siz shotingizga 100 ming so'm, shotingizni 100 ming so'mga to'ldirdingiz va 500 ming so'mgacha bonus olishingiz mumkin просто tak. Birinchi registratsiyaga. Muhim joyi bu birinchi registratsiyaga. Eski akkauntinglarni to'ldirib, shotini to'ldirsanglar sizlarga berilmaydi. Yangi akkaunt, mana bu promokod orqali, imенно shu promokod, chunki menda shunaqa imkoniyat bor, sizlarga shu beraman bonus olishinglar uchun. Значит, registratsiya qilib bo'lganimizdan keyin akkauntimizga kiramiz. Hozir men o'zim akkauntimga kirib, sizlarga bugun Dice o'yinini qanaqa yutsak bo'ladi, Minus har xil o'yinlar o'ynab ko'ramiz, shotimizni ko'tarib ko'ramiz. Eng muhim joyi nimadaki, mana shu videoda qancha ko'tarsak, ana shu ko'targan hamma summamizni Telegram kanalimda oranglarda o'ynab boraman, konkurs qilib boraman. Значит, videoni oxirigacha ko'ringlar, обязательно kimdan kim shotiga pul kerak bo'lsa, bemalol men Telegram kanalimga o'tib, men bu har bir videoyimda men shunaqa konkurs qilaman, ko'targan summa sizlarning oranglarda o'ynab boraman. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Akkauntimga kirib oldim. Endi akkauntimizda biz o'ynab ko'ramiz. Mana shu ketdik. Qani Lucky Jetdan boshlab ko'ramiz. Qani ikkita kirib ko'ramiz Lucky Jetda. Ko'ramiz, 50 ming so'm. 50 ming so'm. Stavka ko'ramiz. Juda ham baland koeffitsiyentlarni o'tkazib hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Qarorga 50 gap yo'q. O'yinni kutamiz. Tak, omadimiz kelmadi. Ikkinchi stavkamizni quramiz. Bu bilan 240 ming karta shotimizda bor edi. 100 ming minus bo'ldi. Kutamiz bakay. Mana buni ichib ko'ramiz. Buni ikkita stavkaga tashlab ko'ramiz. Tak, Lucky Jet juda yoqmayapti, to'g'risini aytsam. Minaga kiramiz. Minaga mana o'zim spetsialniy strategiyam bor. Именно 7 ta lavushkani belgilab, mana bu yoqda. Birinchi stavkamiz har doim kichkina summa bo'ladi. Juda ham kichkina summa bo'ladi, чтобы anaqa qayerdaligini bilishimiz uchun kirasiklar. Tak, mana bu yoqda bor ekan. Tak, bunaqasi. Tak, 40 ming so'm tikib ko'ramiz. Tak, bu yoqda. Tak, X bo'ldi. Значит, tak, bunaqasi o'ynab ko'rsak bo'lar ekan. Tak, dagon qilamiz. Tak, bu yoqdan X bo'ldi. Shulargacha men kutaman do'stlar, har doim shulargacha kutaman. Tak, 160 ming so'm risk ko'ramiz. Mana bu yoqda. Bo'ldi. 2 koeffitsient oldik do'stlar. Значит, yana qaytamiz 40 ming so'mga, то есть 10 ming so'mga birinchi qaytib olamiz. Birinchi ko'rib olamiz X qayerdaligini. X, значит, mana bu yoqda mana bunaqa X bor ekan, tepasida 3-qatorda. Значит, 40 ming so'm stavka qilamiz. Tak, bu yoq. 4 tagacha olib bordik do'stlar. Значит, chiqib ketamiz. Do'stlar, 500 ming, 600 ming, 1 milliongacha ishlab ko'ramiz. Keyin bemalol chiqib ketsa bo'ladi, chunki ko'p qolib ketsa o'zimizga zarar, risk katta qilmaymiz. O'zimizni nafsimizni tiyishni bilishimiz kerak. Ayniqsa bunaqa o'yinlarda. Tak, bu yoq. Tak, 5-chisini olib qo'yamizmi?
Tak x chiqishini biluvdim. Tak mana bunaqa bor ekan. Tak 40 ming so'm, mana bu burchakda egallab ko'ramiz. Tak 100 ming so'm. Tak ko'rdinglarmi do'stlar? Bemalol topsanglar bo'ladi pulni. Tak 10 ming so'mga tushamiz. Ikkisini bilib olamiz qayerdaligini. Tak 5 tagacha bordik do'stlar. 9 ga tushirib ko'ramizmi? Mana ketdi 9 ga. Voy, biling ko'ryapsizlarmi, o'xshamadi. Nechta? Esimdan chiqib ketdi x'lar qayerdaligini ko'rib olish. Tak bir boshdan boshlab ko'ramiz. X'lar значит. Tak mana bunaqasiga bor ekan. Tak 40 ming so'm. Tak ketdi. Uchinchisi ham x bo'ldi, o'xshamadi. Necha bo'ldi mana bunaqasiga bor ekan. Tak 80 ming so'm. Tak mana bunaqasigacha bordi do'stlar. 210 ming so'm olib chiqib ketamiz pulni. Tak 10 ming so'mga qaytib olamiz. X'lar qayoqda? O'rtada mana pastdan tepaga qarab bor ekan. Tak x bo'ldi, значит. Mana burchakda chap burchakda bor ekan, pastda. Biling, dagon qilishim esimdan chiqibdi, to'g'risini aytsam. Mayli, oxirisini belgilab qo'yamiz. Plyuscha bo'ldi, necha bor? 80 ming tikishim esimdan chiqibdi. Necha bor? X'lar mana bu yerda bor ekan, tepada bor ekan. Значит, belgilab oldik. Olib ketamiz do'stlar, 60 ming so'm. Tak. Esimdan chiqib ketdi, qarab olish. Tak, bilib olamiz qayerdaligini. X. Tak, mana bu yerda bor ekan tepasida. Tepasiga harakat qilib ko'ramiz. Tak bu yoqda x bo'ldi. Tak bunaqasiga x bor ekan. Do'stlar, mana bunga harakat qilib ko'ramiz qani. O'xshab berarmikan? O'xshab berdi do'stlar. 300 ming so'm do'stlar. 4 koeffitsient. Tak, уже 4 million qancha edi pulimiz? 4 million 340 ming, 4 million 240 ming pulimiz bor edi. Gruba olsak ham, bitta уже biz 600-150 mingdan ziyod foyda qildik. Уже asta chiqib ketarsak bo'ladi o'yindan. No mayli, oxirgi zilkani qilib ko'ramiz. Oxirgi kruk. X qoldi, значит, bunaqasiga o'ynab ko'ramiz. Tepadan boshlab 40. Qayerda x bo'lsa o'sha yerda o'ynab ko'ramiz. X bo'ldi. Значит, bunaqasiga o'ynasak bo'lar ekan. Tak 80 ming. Tak x bo'lib qoldi, ko'ryapsizlarmi do'stlar? Asta chiqib ketaverish kerak dedim ha. Necha bor? 160 ming so'm. Mana burchak tanlab ko'ramiz. Bo'ldi do'stlar, 297 ming so'm. 5 million so'm qildik pulni. Ko'rishinglar mumkin. Bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Mana strategiya orqali daromad qilsanglar bo'ladi. Mani promo kodim bo'yicha registratsiya qilinglar. Misol uchun sizlar 100 ming so'm poполнение qilasizlar, 500 minggacha bonus просто так kazinoga olasizlar yoki stavkalar uchun. И o'sha stavkalar uchun olgan bonuslarni qanaqa berishdi? Men video yasaganman. O'sha videoni men shu videoni описаниесiga qo'yib qo'yaman ссылкасini. Bemalol o'tib ko'rib, o'rganib olib, o'sha qanaqa bonus yechishni o'rganib olganlardan keyin shotinglarni to'ldirasizlar, bonus olasizlar, bonusni yechib olasizlar. И kattaroq summa bilan bemalol mana shu o'yinni o'ynasanglar bo'ladi. Do'stlar, 100 ming so'm bilan kirasizlarmi, 200 ming so'm bilan kirasizlarmi? Bemalol mana strategiya orqali olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Muhimi, kichkina summa bilan kirsanglar, sizlarga dagoninglarga summa qolmay qoladi. Shu dagoninglarning hisobini olib qo'yinglar. Shu bemalol yetadigan qilib, просто так pullarni berib ketmanglar. Aql bilan ishlanglar. Значит, do'stlar, men Telegram kanalim bor, Telegram kanalimga o'tinglar. Mana shu videoni xudo xolasa ertaga yuklasam, значит, o'sha ertadan keyin kechqurun soat, har doim kechqurun soat 11:00 da mana shu yutilgan summa qancha? 600 ming so'm. 600 ming, tak 600 ming emas, 700 ming so'm yutdik. 700 ming so'mni men sizlarni oranglarda o'ynayveraman, o'zi hozir yechaman. Yechganimni ham bemalol Telegram kanalimda ko'rishinglar mumkin. Telegram kanalimga ham yechganligim haqida skrinshotni yuklab qo'yaman. Hech qanaqa yolg'on yo'q do'stlar, hech qanaqa bir nima yo'q. Men OneWindan juda ham katta summa ishlayman bir kun hisobiga. Shuning uchun menga 700 ming so'm, 500 ming so'm bilinmaydi. Lekin sizlarning summanglar kichkina bo'lsa, sizlar bemalol shotinglarni asta-sekinlik bilan ko'tarib, o'sha kattaroq summa bilan kattaroq daromad qilsanglar bo'ladi.